Xo'sh, qishloqlar anavi kelibdi dastlabki. Xo'sh, kompot sizmisiz? Roman kompot. Siz mana bu zumrad qiladigan anavi mashina zakaz qilgansiz. Ha, albatta o'shamanman. Xo'sh, qani ko'raychi, albatta mana shular barchasi. Mana bu qog'ozga imzo qo'ysangiz. Bo'ldi, mana oldim deb imzo qo'ydim. Mana katta rahmat. Mayli bo'lmasa sog' bo'ling, yaxshi kunlaringizga ishlating. Xo'p, obunachilar, ya'ni qishloqlar buni qaranglar, bizda zumrad Qani nimalar deyapsan? Zumrad qiladigan, ya'ni bizlarni zumradga aylantiradigan mashina keldimi? Любой narsani. albatta o'sha keldi. Shu sababdan hozir biz nima qilamiz? Hozir sizlarni zumradga aylantiramiz. Tushunyapsizlarmi? Voy, davay ketdik, umuman sabrim chidamayapti. Bo'ldi, qishloqlar o'zinglarni bosinglar. Bo'ldi, bularni barchasini hozir qilamiz. Xo'p, bo'lmasa hozir birinchi o'rinda barcha narsalarni olamiz. Kerakli narsalar sababi hozir ularni qurishimiz kerak. Yaxshi. Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot va meni video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, qisqasi nima qilamiz bugun? Bugun biz qishloqlarni barchasini zumradga aylantiramiz. O'y, zumradmi degani deydiganlar bo'lsa, obunachilar, mayli sizlarga izumrud deb tushuntiraman yoki izumrud nimaligini bilmaysizlar. Kommentariyada yozib qoldirib. Bo'ldi, Kompot, ko'p gapirmasdan davay tezroq qor. Bizlarni sabrimiz chidamayapti. Bo'ldi, obunachilarim, menga endi tushuntirishim kerak, to'g'rimi? Obunachilaring sandan yaxshi bilishadi bu apparat qanaqaligini. Xo'p, bo'ldi. Agarda mendan yaxshi bilishsa, juda ham yaxshi. Xo'p, mana shu yerdan o'tishadi-da. Mana shunday zumradga aylantirishadi. Zumrad qishlog'iga ham shunday aylanishadi. Bo'ldi, mana shularning barchasini qo'yamiz va ana endi hozir to'xtab turinglar. Mana bu yerlarda mana anavim bor edi, notebookim bor edi. Notebookimni qo'yamiz. Programmalashtirish kerak, obunachilar bilasizlar. Xo'p, yaxshi. Ana endi hozir bu yerga shunday apparatchan qo'yamiz-da. Mana shu yerdan shunday zumrad o'tishi kerak. Hoppa, yaxshi. Mana shunday va mana shunday, xo'p, atrofidan mana shunday o'tib ketishi kerak obunachilar. Mana shunday zumradni. Yaxshi, ana endi zumradni bunday oladi-da. Mana shu yerdan ishlatadi. Xo'p, ana endi bu simni esa mana bu apparatga qo'yamiz obunachilar. Bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Yaxshi, ana apparatga ulandi. Ajoyib. Ana endi mana shunday urib qo'yaman. Yaxshilab qotirib qo'yish kerak obunachilar. Qolgani qotmasa shunday tushib ketmasin obunachilar. Xo'sh, yaxshi. Kompot bo'lyapsanmi? Bo'lyapman hozir. Davay bo'lmas ketdik. Hamma qatorga tursinmi? Albatta, hamma o'shatga tursin. Ya'ni mana bunday qator bo'lib turinglar, qisqasi bir qator bo'lib turinglar kelgunimcha. Xo'sh, obunachilar, bo'lmasa hozir zumradlarni barchasini olamiz. Men u yig'ib qo'ygan zumradlarimni, ana endi bu zumradlarni esa qishloqlarga ishlatamiz. Qishloqlar zumradga aylanishi kerak. Zumradlik qishloqmi? Qarochi juda ham zo'r, ajoyib, mayli. Xo'p, mayli. Bo'lmasa hozir tashqariga chiqamiz-da, bularni zumradga aylantiramiz. Obunachilar aytgancha men ham zumradga aylanaman. Davay Kompot, biz seni kutib turibmiz. Bo'ldi, jigarlarim, addishi hozir kutib tursanglar bo'ldi. Davay Kompot, birinchi o'rinda ma'lumot, to'g'rimi? Ha, birinchida sen turibsan-ku, to'g'rimi? Xo'sh, ana endi mana shunday qo'yamiz. Hoppa, joylashtirib qo'yaman. Ana endi hozir programmalashtirib, anavi qilamiz, nima deydilar? Qarochi zumradli qishlog'iga aylantiramiz. Xo'p, mayli. Xo'sh. Bo'ldi, ana endi programmalashtirib qo'ydim. Ana endi ichkariga kir. Bo'ldi. Ana endi sen zumradli qishlog'iga aylanasan. Rostdanmi, aldamayapsanmi? Qanday qilib aldayman? Men sana bir haftadan beri aytaman men sizlarga. Bo'ldi. Okey. Davay, bo'lmasa davay kir. Zumradlar menimcha yetsa kerak hammalaringizga. Hisoblab chiqishim bo'yicha. Balkim yetmay qolar. Yetadi, davay. Hop, qishloqlarni qaranglar, juda ham zo'r tarixiy onlar bo'lmoqda. Yaxshi. Voy, his qilyapman zumradlarni, zumradlarni his qilyapman. Yaxshi. Qara. Voy, tushmadi voy. Voy. Ajoyib, zumradni qishlog'iga aylandim. Kompot juda ham zo'r, ajoyib. Davay qishloqlar sizlarga maslahat beraman. Davay qishloqlar, davay tezroq kelinglar. Xo'sh. Voy, ajoyib, mana bo'tdim. Ajoyib, mana bo'tdim. Yaxshi, mana bo'tdim. Mana bo'tdim, juda ham zo'r. Voy. Bo'ldi. Kompot aytgancha nima bo'ldi? Bo'ldi, barchasi joyida. Hozir yana yetadi zumradlarimiz hali. Hop, davay kiraveringlarchi. Okey, Kompot, davay. Hoppalar, mayli, rahmat. Hoppa, ajoyib, katta rahmat, Kompot. Xo'p, mayli, arzimaydi barchalaringizga. Juda ham chiroyli qishlog'iga aylanibsizlar. Endi meni navbatim bilsanglar agar. Bo'ldi, qani let's go. Okey, shuni programmalashtiraman, qani let's go. Yaxshi. Hoppa, normal, qani ketdi. Demoqchi edim. Zumradga aylanmadimmi? Kompot bunday bo'ldi. Bilmadim. Hozir men buni ko'rib chiqaman. Xo'p, buni aytishi bo'yicha bu yerda zumrad qolmabdi. To'xtanglar. Qani yana bir marta urinaychi. Hoppa, menimcha bug bo'ldi desam, menimcha yo'q. Umuman o'xshamayapti. Nima bo'ldi? Zumrad qolmay qoldimi, Kompot yoki nimadir bo'lyaptimi? Error beryaptimi?
Bilmadim. Hozir ko'raychi qani. To'xtanglar. Aytishi bo'yicha bu yerda zumradlar yo'q bo'lsa, umuman anovi ishlamas ekan. Demak, zumradlar umuman qolmadi. Sizlarni zumradli qishloqqa aylantirdim, lekin men umuman aylana olmadim. Juda ham yomon bo'ldi-da, boru, вообще boru. Men shuncha narsalarni quruvdim, Bo'ldi, kampot ilojini topamiz, umuman jahl qilma. Yo, men o'zi aslida zumradli kompot bo'lgim kelganda, boru, вообще endi barcha narsalarni buzib tashlashga obunachilik juda ham asam chiqdi. To'xta, biz yordam beramiz. Umuman yordam bera olmaysizlar, xo'pmi? Bo'ldi, mana shular shuni buzib tashlaydi. Salanimi, bilganlaringni qilib boru. Biza boru bu bizani zumradli qishlog'iga aylantirdi. Biz endi bunga yordam berishimiz kerak kampotga. Kampotning orzusini amalga oshirishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin qanday qilib? Shuni bilmayapman-da, shuni o'ylayapman-da. Hozir qanday qilib buni orzusini amalga oshirsak bo'ladi. Zumradlarimiz bormi? Zumradlar barchasi yig'inglar. Bo'ldi, zumradlarimiz bor. Hamma yig'ib tashlashsin-da, endi biz zumradli qishloqi bo'ldik. Hech bo'lmasa kampotga birorta dalda berib yordam beraylik unga. Tushundingmi? Bo'ldi. Xo'sh, hali endi qaranglar, menga zo'r fikr keldi. Kampotning uyini zumraddan qilamiz. Qanday fikr? Menimcha hammasi yaxshi. Xo'sh, obunachilar, juda ham jahlim chiqmoqda. Uzr boy jahl qilganim uchun. Sababi men nima desam bo'ladi, anovi bo'lmoqchi edim. Zumraddan yasalgan, ya'ni zumradli kompot bo'lmoqchi edim. Sizlarni hayratda qoldirmoqchi edim. Lekin afsuski, mana bu qishloqlar bo'lib qoldi-da, вообще asam chiqyapti. Mayli, lekin qishloqlar bo'lgani bilan demoqchi edim. Tushunmadim, nima bo'ldi? Obunachilar buni qaranglar, вообще. Zumraddan bo'lib qoldim. Hozir tushunmadim. Mana uyim zumradli bo'lib qoldim. Hozir kim bu narsani qildi tushunmadim. Obunachilar juda ham zo'r, chiroyli bo'lib qolibdi. Xo'p, tashqariga chiqaychi. Vau, qishloqlar yaxshimisizlar? Kampot, sen jahl qilmagin deb, ya'ni bizga qilganing uchun sen uchun qurib berdik mana bu zumraddan. Nima zumraddan? Obunachilar qaranglar, zumraddan mana bu uyni qurishibdi. Juda ham zo'r, ajoyib. Xursand bo'ldim lekin. Kampot, yana bir ikkita narsalarni olib kelamiz agarda xafa bo'lsang, agarda yoqmagan bo'lsa. Yo'qdi. Bo'ldi. Menga yetadi, boshqa narsalar umuman kerak emas. Boya jahl qilganim uchun uzr so'rayman, lekin qishloqlar. Mayli, hech qisi yo'q Kampot. Har doim vaqtiga sog'ib, keyin mana yana yetmasa narsalar. Tushunmadim, zumraddan yasalgan narsalarmi? Tushunmadim. Mana bu bronyalarmi? Albatta, endi zumradli Kampot bo'lasan, orzuyingga amalga oshadi. Faqat bu o'zingga bo'lmaydi, lekin menimcha bo'lsa kerak. Ajoyib bo'ldi, juda ham yarashdi. Katta rahmat lekin. Men qaranglar, qilishdi juda ham chiroyliligini. Senga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Albatta yoqdi. Senga katta rahmat qishloq. Nima desa bo'ladi? Boriga shukur desam ham bo'ladi. Qara, mashina ham olib keldik, zumradli. Zumradli mashina. Qishloqqa nima uchun mana bu betonli mashina? Men beton qo'yadi-yu bu. Endi bilsang agar bu zumradli faqat mana shu ekan, ya'ni mana bu yashil. Rostami? Qani bo'lmasa haydab ko'raychi, вообще zo'r ekan. Boru, mana bu obunachilarni qaranglar, betonli mashinani qaranglar, beton qo'yamiz. Qishloqlar ustiga beton qo'yib yormasam bo'ldi ish qilib. Mana qaranglar, juda ham zo'rligini, вообще suvga tushib ketardim. Ajoyib, juda ham tez yurar ekan. Bunday juda ham katta mashina, ya'ni kamaz bo'lsa ham, ana ketib qoldi. Menimcha bo'ldi, yaxshi, ajoyib. Qishloqlar menga juda ham yoqdi. Yoqdimi? Albatta. Qara, mana bu yana zumradli, qarorchi, bu. Shuni hisobi o'simlik, ya'ni ekin-tekinmi? Qarorchi, buni cheksiz zumradlar qilsak bo'ladi agarda yaxshi qarasang bunga. Rostdanmi? Bo'lishi mumkin emas. Polizingga ekib ko'r. Bo'ldi, hozir polizimga ekib ko'raychi. Tushunmadim. Qishloqlar juda ham g'alati. Qishloqlar вообще o'zini g'alati tutmoqda yoki menga yordam berish uchunmikan? Obunachilar buni qaranglar, juda ham zo'rligini, вообще boru. Juda ham zo'r turishini to'xtaylar, mana buni shunday bizamiz. Normalniy. Hali endi qo'yib qo'yamiz. Juda ham zo'r yarashdi, lekin obunachilar buni qaranglar, juda ham zo'rligini, qishloqlar menga yordam berdi va men juda ham xursandman bundan. Aytgancha obunachilar, sizlarga boyaga gaplar esimdan chiqibdi obunachilar. Tushunmadim. Yana mana zumradlar, baxtingiz sog' bo'l, Kampot, baxtimizga sog' bo'lsin ham. Yaxshi. Bo'ldi, kerak emas. Mana вообще xijolatga qo'yapsizlar. Axir bizada borki zumradli qishloq qilib berdik. Seni ham zumradli Kampot qilamiz, ana, mazza qilib ana o'qil. Ha. Ana endi zumraddan yasalgan, zumradimiz bor. Ana endi o'zim zumradga aylansam bo'lmaydimi? Buzib ketdik-ku, endi yana zakaz qilish kerak. Nima qilasan? Bo'ldi, ajoyib-ku, bo'ldi, mana mazza qilib ishlat, mazza qilib. Qara, ko'ryapsanmi?
Yaxshi, juda ham zo'r bo'lib ketadi. Nimaga buncha ko'p zumradlar tushunmadim. Qachon qolmaydi bu zumradlaringiz sizlarni? Voy, obunachilar, вообще qishloqlar juda ham zo'r. Hozir bularning barchasini blokdan yasab qo'yadi obunachilar. Juda ham xursand bo'lib ketyapman вообще. Xo'sh. Oh my god, buni qaranglar, yana ko'pligini bo'lib ketadi. Nimaga buncha ko'p tashyapsizlar? Kapot o'zbek seli, tushunyapsanmi? O'zbek seli. Oho, o'zbek seli deyishim. Вообще bor, juda ham zo'rligini qishloqlardan вообще. Qishloqlar bo'ldimi shumi? Yana qilamiz xohlasak, yana ko'p bala bor. Yo, bo'ldi, hazillashdim. Qishloqlar sizlarga katta rahmat. Shuncha zumrad yetadi menga. Bu zumradlar bilan umuman biz qishloq sotmasam bo'ladi. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.